Bundan boshqa barcha holatda itoat etishi lozim. Yana ayol bilib olishi lozimki, u o'z nafsida va erining molida undan izn so'ramay turib tasarruf qila olmaydi. Erining haqqi o'zining haqqidan, qarindoshlarining haqqi o'z qarindoshlari haqqidan muqaddam turadi. Eri u bilan huzurlanishga, poklik, tozalikka e'tibor bergan holda tayyor bo'lishi lozim. Husn jamoli bilan eriga takabburlik qilmasligi, mabodo eri xunuk bo'lsa, uni ayblamasligi darkor. Asma'iy aytadilar, Sahroi arablar makoniga borgan edim. U yerda bir xotinni uchratdim. Xotin go'zal, eri esa juda xunuk edi. Xotindan mana shunday kishining qo'li ostida yashashga qanday qilib rozi bo'lding deb so'ragan edim. U yaxshilab eshitib ol, ehtimol erim o'zi bilan yaratuvchisi Alloh orasini yaxshi qilgandir. U meni unga mukofot qilib bergandir. Ehtimol meni osiylik qilgandirman, uni menga jazo qilib bergandir dedi. Oysha radhiyallohu anha aytgan